Bunaqasini qayerdan topaman men, jigar degan video bor-ku. Ko'rib maza qilib o'raydigan. Ko'z tegmasin. Qonigacha toza molda. Yuzlari, ko'zlaridan o'zi aqli yetgan odam biladi. Molni tushungan, bilgan odam bittada biladi molni. Oldindan aytaman, molni puli arzon emas. Bitta Damas'ni puli, normali Damas'ni puli. Kichkina mol ham majjoy bersa bir 650-700 kilo atrofida. Birinchi qorin hali buzoqchishda, to'liq buzoqchishda. Xudo xolasa sutni birinchi qorinda o'zida kamida 25 ta, 30 ta deb vahima qilmaylik, kamida 25 ta yoradi. Inshaalloh Xudo xolasa sababini qilsak, Alloh beradi. So'skalari ham to'g'ri joyida, katta so'ska, mayda so'ska emas. Mazza sog'laydigan so'skalardan. Mol formasi o'ta ideal. Tiniq. Hamma taraflama kelgan mol. Bitta normalniy Damas'ni puli akalar, o'shani chamalab telefon qilaverasizlar akalar. Mol puli arzon emas, o'zim ham arzon pulga olganim yo'q. Iloji bo'lsa ustiga kelib ko'ringlar. Ha bitta yurishingdan ko'rsat.